Xo'sh, qanday qursam bo'ladi? Tak, albatta buni portlatamiz va qursak bo'ladi. Tak, chiqamiz. Yaxshi, portlab ketdi. Tak, endi nima qilsam ekan? Tak, surish kerak albatta. Agar mana top olishsa dabdala bo'ladi. Mana shunday qilib qochib ketaman, korоче. Qochamiz. Va qochdim. Maza. Tak, buni boshqa joyga olib qo'yamiz. Batib ketdi, to'g'risini aytsam, mana shu kompyuterda Minecraft o'ynab o'tirish na bir o'xshaydi, na bir zo'r bo'ladi. Xullas, umuman ko'tara olmayapman. Buni ustiga obunachilarim obuna bo'lmayapti. Tezroq 10 mingta obunachi bo'lay desam, 10 mingta obunachi tugul, hattoki mingtani ham to'plab berisha olmayapti. Hayronman. Ikkinchi videoni yoqqandim-ku. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa. Chigallar ko'ryapsizlar, men sizlarni o'zim yomonlab o'tiribman, lekin sizlar bilaman, bu narsani o'zingizlar xohlab qilmayapsizlar. Prosta kanalga obuna bo'lish esingizlardan chiqib qolyapti. Shuning uchun esingizlardan chiqmasdan oldin tezroq kanalga obuna bo'linglar, jigarlar. Obuna bo'lish tugmasini bossanglar bir nechta kanal chiqadi. Hammasi tirs obuna bo'lib tashinglar. Videoga like bossanglar, bu menga motivatsiya bo'ladi. Va o'zingizlar shaxsiy motivatsiyalaringizni ham kommentariy yozib qoldiringlar. Men uchun bu juda ham muhim. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar, chunki videoda nima bo'lishini bilish uchun albatta videoni oxirigacha ko'rish kerak. Tushundinglarmi? Tak, hozir men bugun fermada ishlashim kerak, ammo ishlayim kelmayapti. Undan ko'ra tabiatga biroz rasm-hisob mazza qilib davo o'tirmoqchiman, lekin bilmadim. Jo'xa, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Ortimdan yur, senga ish bor. Qanaqa ish? Ortimdan yur aytaman. Mayli, ortingizdan yurish bo'lsa, ochil yaramas. Qanaqa ish ekan, brat qayerga ketyapti ekan? To'xta. Yeha, janob, bu qamoqxonani kim bu ahvolga soldi? Kecha bir mahbus portlatib qochib ketdi, yaramas. Dabdala qilib tashlabdi. Nima qilish kerak? Короче, senga vazifa. Birinchi mana bu yerda sozlaysan, keyin mahbusni topasan. Mahbusni men qayerda topaman? Bilmadim, xullas topasan, tushundingmi? Lekin men qayerdaligini bilmayman-ku. Bu yerda sozlab olib, keyin oldimga bor aytaman qayerdaligini. Bilsangiz o'zingiz ushlasangiz, bilsangiz o'zingiz bilsangiz o'zingiz ushlasangiz bo'lmaydi demoqchi edim. Endi tezroq gapirish uchun shunaqa gapirib tashlayapman. Oho, butun boshli qamoqxonani yarmini kulni ko'kka sovurib tashlagan-ku. Qaysidan qurib chiqish kerak endi? Tak, nima bo'lganda bloklar yetsa bo'lgani desam, bloklar yetish tugul yarmi ham kelmas ekan, qaranglar. Muhimi kirka bilan taborib kelish kerak ekan. Bugun fermerning ishi admin. Короче, bugun qamoqxona bilan shug'ullanamiz va mahbus bilan shug'ullanamiz. Endi mahbus to'g'risini aytsam bilmayman, qayerdan topaman. Topish qiyin lekin menimcha, chunki umrimda mahbus tutmaganman va tutmasam ham kerak. Endi tutamanmi yo'qmi bilmadim. Короче, fermada ishlash kerak, boshqasi muhim emas edi. Lekin baribir ishlay olmayman. Lekin ustidagi blok bunaqa blok yo'q-da, bizning qishlog'imizda. Qayerdan topaman uni? O'sha politsiya quruvchilari va qo'rqityor deganimiz. Politsiyaxonani egalari bor, politsiyachilar o'shalar qurib ketgan. Blogini qayerdan olgan hayronman. Shahardan qanaqadir davlat tomonidan berilganda ularga. Bizga berilmaydi, aniq. Berilganda zo'r bo'lardi, lekin mayli oddiy toshdan qurib yuboraman, nayloj. Muhimi ustidan yomg'ir yoki qor o'tib ketmasa bo'lgani, mahbuslar qishda sovuq qotib o'lib qolmasin. Lekin o'zi o'lishi kerak. Jinoyat qilgandan keyin o'zi o'lib qolavergani ma'qul, lekin endi unchalik vahshiy odam bo'lmasligimiz kerak. Shunchaki normalroq qilib qo'yishimiz kerak. Albatta, jigarlar, kanalga obuna bo'linglar, chunki sizlar vahshiy odam emassizlar. Vahshiy odamlar esa mehnatni qadrlamagan holatda kanalga obuna bo'lmaydi. Oho, men 28 ta olib kelganman, aniq yetmaydi-ku bu. Devor ham buzilib ketgan. Men devor buzilgani esimga yo'q. Bu yerdagiga olib kelganman, qaranglar. Billahi yetmas ekan. Yetgancha qo'yaylik paka. Mana shu qatorga ham hattoki yetmadi. Mayli, yana borib kelar ekanman. Nima shu qatnab yuraveramanmi? Jinniga o'xshaman ham hayronman. Bitta olib kelishdi, olib kela olmadim-da. Bitta olib kelishga olib kelganimda edi. Olib borardim bitta borishda. Tak, mahbusni qayerdan topishdi? Mer aytaman dedi. Bilmadim qayerdan topishdi to'g'risi. Qayerdadir yotgandirda qochib. Endi ko'ramiz qayerdaligini. Bilmadim. Aniqlab topish kerak, короче. Tak, bularni ham olsak, endi nechta olib borsam ekan? Yetadi menimcha 23 ta. Yana yetmay qolsa, yana kelishim to'g'ri kelmasin-da, nima bo'lsa ham. Yana kelishim to'g'ri kelib qolsa, agar kelmayman onasi. Mayli, mana shu usti ochiq qolsa qolaversin, bemalol o'lib ketmaydi, mahbuslanmagan desa. Tak, menimcha yetadimi, yetmaydimi endi oxirigacha qo'yib ko'ramiz-da, bilamiz shunda. Tak, okey. Yetar ekan.
ikkita ortib ham qolar ekan, ko'ryapsizlarmi? O'g'ay qayoqda ortib qoladi mana bu yerga. Bunaqa qo'yib yuboramiz. Uchinchisini nimaga qo'ydim? Bu kerak emasdi. Tak olamiz. Lekin mana bunaqa reshotka kam ekanda, mana bu yerga bitta reshotka bor ekan, to'xtanglar. Qayerdan beri kelib qoldi, men hayronman. Qayerdandir kelib qoldi-da. Yana reshotka yo'qmikan? Reshotka topish kerak. Tak, reshotka kerak bizga, reshotka. Yoki tosh qo'yib yuborar ekanmiz. Bo'ldi, reshotkani joyiga mana yerga tosh qo'yamiz. Bu yerga bitta eshik qo'yamiz. Buni usta o'tolmasa kerak menimcha. Tak, bu yerga bitta bundan qo'yamiz. Tak, tashqariga chiqamiz, eshikni tak qo'yamizda, ichkari kiramiz. Bunaqangidan bitta bor ekan. Bitta ichkariga bitta ekan. Tak. Bo'ldi. Bari tosh olib kelishim kerak. Yana onasini emsam kelmayman degandim. Mayli endi nima ham derdim. Eshikda usti qolib ketgan ekanda, o'sha joy qolmaganda edi, kelmasdim. O'zi mana shu to'g'risini desam qishloqda ishlar jonimga tegib ketdi to'g'risi. Nimaga Johar joningga tegadi desanglar, har qanday ishni buyuraveradi-da. Nima mer. U merga qilmayman deya olmayman. Chunki qilmayman desam, men qishloqdan badara qiladi. Endi qayerga badara qilishini o'zi biladi-yu, lekin qilmayman deya olmayman. Har xil ish buyuraveradi. Tak, qo'yamiz. Nechta qoldi? Ko'p ekan. Mana bunday qilaylik. Cho'tka. Bitta qo'yamiz, g'alati bo'lib qopti. Tak, bu yoq normal. Всё, cho'tka. Mana shu eshik qandaydir bir qadam chiqib qolganday bo'lib turibdi. Aytgancha bu yerdan bir qator blok ketganmi deyman. Ketgan ekan, buni qaranglar. Shunga men aqlim, qamoqxona kichkina bo'lib qoldi. Tak, mana richagi yo'q. Namuncha kamchilik bo'lib yotibdi hamma joy. Bo'pti, короче, merni yoniga boray tezroq. Ana mahbus topish kerak. Mahbus qayerga qochib ketgani men uchun juda ham interesni. Jidel tog'a, kechirasiz. Janob mer, qayerda ko'rishim mumkin mahbus topish uchun? Ikkita joy bor. Biri o'rmonning ichi, ikkinchisi sen uying, uchinchisi shaxtar ichi. Siz hozir ikkita joy bor deb turib, 3ta joy aytdingiz. Mayli, 3ta joy. Keyin bitta, короче, yangi uy qurilgan-ku, mana bu sen uyingdan tepa tomonga. Esladim, shaxtarning yon tomonda. O'shaning ichini ham ko'r, o'sha o'yin cho'ta g'alati turibdi, o'shaning ichida bo'lishi ham mumkin. Bo'pti, brat, men ketsam bo'laveradimi, qidirayim borib? Ushni olsang olib borib qamoqqa tiq, tushundingmi? Xo'p, bo'ladi, brat. Tak, qayerdan topishni o'ylash kerak. Joyda aytdik-ku, aytgancha nimasini o'ylayman, hayronman. Tak, men birinchi o'rinda uyga kirib mana qo'limdagi narsalarni qo'yib olay. Nima qilaman, olib yurib qo'limga baribir ishlatmayman endi, chunki o'sha sozlab bo'ldim-ku qamoqxonani. Tak, ana endi borib nima edi, mahbus topib kelaman. Qayerdan birinchi ko'rsam ekan? Ketdim birinchi o'rmonning ichiga borib kelaman. Mana shu tomonga o'rmonga borib kelaman. O'rmonning ichidan to'g'risini aytsam, mana tovuqdan boshqa biron narsani ham topolganim yo'q. O'rmonga kirib o'tirgan befoyda ekan. Borib o'zim 3 soat aylandim o'rmonning ichini, lekin hech qanaqa mahbus tugul boshqa narsa ham yo'q. Men musorxonaning ichini ko'rish kerak emas. Musorxonaning ichiga bo'lishi ham mumkin. Mana asli ochib ko'ramiz. Tak, bunga yo'q, bunga ham yo'q, bunga. Balki men butilkaga kirib qo'yadi. Tak, uni balki ish qarasak Olovuddinday deb chiqib, tila-tilagingni desa, yur qamoqqa, sen qamayman birinchidan desam bo'ladi, lekin unaqa qila olmayman, chunki u sig'maydi-da uning ichiga. Tak, qamoqxonani orqasiga aylanib yashirinib olgan bo'lishi ham mumkin. Juda ham pismiq mahbus. Bu yerda yo'q. Короче, hozir bitta cho'tki joy bor, o'sha joyni ko'rib kelishim kerak. Tak. Mana bu shaxtani ichida. Shaxtaga o'zi kirdim-ku, qizig'i. Shaxtani har ichida bo'lganda ko'rardim. Yo'q, shaxtaga ekan, kirib javob beraman. Agar shaxtaning ichidan chiqadigan bo'lsa, men o'zimni qamab qo'yaman. Kech tushyapti. Nechiva? Tak, mana bu yangi qurilgan, ichida hech kim yashamaydi. Mana shu shkaf ichida yo'q, shkaf ichiga kirib o'g'lim bo'lganda ismi shkaf ichida bo'lardi. Ismini bilmadim kimligini to'g'risi. Tak, qayer qoldi? Uyning ichini dedimi? Mer, meni uyim ichida nima qaraydi? Может, endi balki uyim ichida bo'lishi ham mumkin. Sandig'imni ichida. Sandiqni ko'rib, pechkan ichida yo'q. Verstakka kira olmaydi o'zi. Verstak ichida joy yo'q-da. Tak, men daraxtning ustiga chiqib olgan bo'lishi mumkin desak, ustida ham yo'q. O'sha kech tushyapti borga, men ishimdan qolib ketdim. Porozimni qaranglar, o'sib yotibdi. Bilmadim, menimcha shu mana shu qamoqxonaning yon atrofini yaxshilab kuzatmaganman-da. Yaxshilab kuzatish kerak. Endi bilmadim qayerga ketgan, balki stop. Ya, menga tegma, iltimos, menga tegma. To'xta, yaramas, chiq bu yoqqa, chiq tez. To'xta. Bu yoqqa kelma, sen qamayman, tez qamoqxonaga. Endi qo'shdim degan, yana qamaysanmi? Iloji yo'q, kir, tez, kir, ichkariga kir. Tak, to'xta. Tak, o'zing ochib kir. Mana o'zim ochdim. Yopib oling, brat.
mana yopdim. Qara, agar yana qochib ketadigan bo'lsak, battar qamayman, tushundingmi? Qanday bo'ladi battar qamash? Ko'rasan, men ketdim. To'xtanglar, yana qochish mumkin. Qochmadingmi? Qayoqqa qochaman? Qamab ketyapsiz-ku. Bo'pti, yaxshi o'tir. Qochadigan bo'lsang o'lasan. Bo'pti. Tak, bir amallab topdim. Endi borib raisga, ya'ni merga aytishimiz kerak. Mahalla raisi bo'ladi-da o'zi merlar. Tak, janob mer, suyunchi bering, men mahbusni topib qamadim. Mana tez jo'xa, senga 1000 so'm suyunchi bor. Hazillashmang, 1000 so'mni nima qilaman men? Bilmadim nima qilishni-yu, lekin 1000 so'm beraman senga. O'yin qilmang, qarochi olib borib qamab qo'ydim. O'zi qancha vaqtga qamalgan? 3 sutkaga. O'zi 3 sutkaga qamalgan bo'lsa, 2 sutkaga ozodlikda yurdi. U qanday? Men men ketdim, uxlayman bu. Qanaqasi o'zi 3 kunga qamalgan bo'lsa, o'zi 2 kun ko'chada yurdi. Bir kun qochib ketgan kuni bugun. 2 kun ko'chada yurdi. Bir kun qamalish qoldimi? Yo'q, qani mantiqqa tupurib qo'yishgan ekanda qonuniyatdagilar ham. Yo'q, mana bu endi merimiz tupurib qo'ygan. Merimiz qamagan-ku 3 kunga. Bilmasam, qarochi 3 kunga qamagan, 2 kun tashqarida yurib, 1 kun qamalyapti. Bu vashshe mantiq tugul, ma'noga ham mazmunga ham to'g'ri kelmayapti. Ma'no chekkada sigaret chekib o'tiribdi. Menga nima qilsa bor, uxlay. Barchaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishamiz.